Oxirida boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari, baliq shaytonlari. Bugun mana Namanganda bitta shogirdimiz bor edi. Baliqni o'rganaman deb kelishgandi. Endi o'zlari joy qilib turgan ekan, qo'ni qo'shnilari ham shayda, hammalari shayda turishibdi. Qo'ldan kelgancha savol-javob bo'ladi. Qarasam har xil savollar berishyapti, qiziqtirishyapti. O'shanga kenglardan sizlar savol beryapsizlar, qolganlar ham shu savol-javobga bor. Sizlar ham o'sha savolni berasizlar. Qolganlar ham o'sha manfaatli bo'lsin degan maqsadda o'zi hozir video qilaman deb turdim. Bular kelib qoldi, gapni ochig'i. Xo'sh, chislon hozir aniq esimda yo'q, 20 necha? Hozir. Bugun 21. 21 ekan. Mana shuncha mana menga savol olib kelishibdi. Men sizni qiynaymiz aka deyishdi, gap yo'q, men qiynasalar yaxshi ko'raman dedim. Shu baliq bo'yicha savollaringizni beraverasizlar dedim. Qolganlarga ham manfaatli bo'lib qolsin degan maqsadda. Xo'sh, baliqda o'rtoqlar boqadigan bo'lsalaring, mana shuncha odam turibdi, 3 kishi, bag'da bular bilan 4 kishi kelishibdi mana. Bir kishi qiziqdi, orqalardan mahalladagilar qiziqib qolibdi mana. Xo'sh, bo'lmasa savollaring bo'lsa, bemalol qaydan keldilaring o'zlaringizni tanishtiringlar birinchi. Namangandan, o'zimiz Namangandan kelishib shahardan. Meni shevam boshqaroq, bular sheva sal boshqacharoq. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bular sal shirinroq chiqadi. Bizniki o'sha qishloqchasiga jaydarcha chiqaveradi. Bo'lmasa birinchi savol, ketdik. Ikromjon aka, qamish 2 kishi so'ramoqchi edi boqishga. Boqishga, endi qamish bo'yicha savol berishyapti. Qamishni ona baliqqa tashlaysizlar. Bola olish uchun, ko'paytirish uchun, urug'lantirish uchun. Bu o'zi mana lechinkani yetishtirish uchun qamish shart emas. Balon tashlab qo'ysalaring yetadi. Sababi qamishni ona baliqqa tashlashimiz sababi ikra tashlaganda hali ikra qamishga tashlaydi-da bu. O'zi nima deydi, tovuqlar ham inqiladi-yu. Bular ham xuddi shunday inqib oladi. Endi mana shu yerga bitta savol berib keta. Hop. Bitta ona baliq qancha bolalaydi? Qanchada mashi 150 gram, 200 gramga yetib keladi? Xo'sh, ona baliq endi faslga qarab. Masalan, misol uchun bu sezon boqdi, sentyabrda sotib tugatdi-da, endi sizni chaqirdi. O'shaning ichida 4 ta ona bolani o'zingiz ajratib berdingiz. Mashina 4. Endi ana shu jarayonda qancha vaqt ichida nima qilib ona baliqni tayyorlanadi? Ona baliqlar 1 yildan keyin ona baliq hisoblanadi. Voyaga yetgan hisoblanadi. Bitta erkak bitta urg'ochidan qochadi. O'zi juplashadi. May oyidan ikra qo'yishni boshlaydi. May oyidan. Endi masalan o'tgan Surxondaryoda 6-may kuni ikra qo'ygan bo'lsa, biznikilar 16-may kuni. Suvni gradusga qarab. Issiqroq bo'lsa, tezroq juplashib, tezroq ikra tashlaydi. Endi soniga keladigan bo'lsak, bu Allohga tavakkal. Millionta uni hisobi yo'q. Alloh beraman desa, uni sonini shu paytgacha hech kim sanamagan, shu paytgacha taxmini endi qoladi deganda 5000 tadan u milliontagacha tug'ishi mumkin. Endi uning uchun bitta ona baliq. Endi 1 kilo ona baliqning ichida masalan 200 gram, 300 gram ikra chiqadigan bo'lsa, 200 gram, 300 gram shakarni olish kerak. Shakar donasini sanab chiqib 2 ga bo'lish kerak. U soni cheksiz qisqasi. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol shu anaqa. Savol to'xtab turingki, mana 200 gram bo'lish uchun qancha? Bo'lish uchunmi 1 oy vaqt ketadi. Shakardacha baliq 40 kun 1 oyda ichida 1 yilda ona bola yetilar ekan. Tug'adigan bo'ladi. Hop, sizdan bugun bu yil olib ketganimiz. Sentyabrda olib qoldi. Yanagi yil mayda bolalab, iyulda o'sha keyingi sentyabrga tayyor bo'ladi. 1 yilda 2 marta tug'adi. O'sha bu yil mana lechinkani olib ketsalaring, keyingi yilga olib qolsalaring, keyingi yilga tug'adi. Sizdan o'lishimiz shart bo'ladi. Yo'q. Endi nima dedi? Bu ushlashigan farqi bor-da. Kimdir to'kda ushlashi mumkin. To'kda ushlagan bo'lsa, ikrasi ketdi, Allohu akbar, o'ladi. Qo'lda terilgan baliq yaxshi bo'ladi. Qo'lda terilgan. To'rda urilgan bo'lsa ham to'lda urilib qoladi, boshqa bo'ladi. Iloji boricha o'sha keyin buni erkak uruvchi farqiga borish kerak. Hali 10 ta undan 10 ta bundan tashlab qo'ygan o'zi qo'payib ketavermaydi. O'shaning uchun o'zini kesalaring chiroyli o'rgatib qo'yaman. Shu maslahat ishda ketaveradi. Xo'sh, keyingisi. Endi xo'jalikda boqamiz, hidi chiqish masalasi. Hidi chiqish masalasi mana shu yerda 4 yil 5 yildan bir baliq turadi. Ko'rib turgan bo'lsalaring, uyimga kirganlaringda mana o'rdaklar hidi kelmasa, misol mana agar o'rdaklar hidi bor, hatto baliqda hidi masalan uyimga bir atir-patir osib qo'yib yo bir qandaydir haliga shu paytgacha to'g'risiga o'zlaring natijasini beraverasizlar. Baliqda o'zini hattoki go'shtini hidi ham yo'q, hattoki. Mana shu ilon baliqda borsalaring qachonki mana menga qilganingizda sal keladi. Qachonki endi mana misol endi baqacha unchalik chiqmasa kerak. Yo'q. Uyda keyin bu yerda suv ham past ekan. Bizda 80 sm suv bo'ladi. Yo'q, hidi kelmaydi. Ikromjon aka, men ko'chadagi ariqda tiniq suv oqadi. O'shani basseynga haydasam, haydaganimdaki tagida nisbatan o'zgina loyqa tushadi. Manaqa loyqa. Bo'ladimi o'sha yo'q bo'lmaydi? Hech narsa qilmaydi.
layqa suv bo'lmaydi lekin. Ariqdan layqa suv oqib kelsa bo'lmaydi. Bo'lsa loqi bo'ladi. Ariqda toza suv oqib kelsa bo'laveradi. Mana suv qurilmaydi. Yo'q, bo'talon suvda bo'lmaydi. Lekin erig'imizdagi Oddiy suv bo'ladi. Oddiy suv bo'laveradi. Haligi nomiga haligi loyqa tushadi, tingandagi. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Endi deganim layqa suv bo'lmaydigan sababi bu baliqni ustunimda ushlab bittasini ushlagandir. Usti shilimshiq bo'ladi. Shilimshiqqa layqa o'rnab qolgandan keyin buni qo'li yo'qda odamga o'xshagandan keyin. Endi u ariqda har xil narsalar oqib keladi. Millionta xil bakteriya, virus, zamburug' nimalar oqib keladi. Ustiga o'rnab qolgandan keyin buni ketkizish qiyin. Endi bu ketkizish uchun nima qilish kerak deganda, ketkizish uchun endi qiyin masala uni. Dorlash kerak, boshqa qiladigan ish ko'payib ketib qoladi. Undan o'sha toza suv bo'lsa, ko'rib turganingizda mana o'zi pokiza joyda turadi. Mana qangi iflos kirlardi, chetga chiqarib tashlaydi. Kranni suyidan quysa, nur Qarang, ustiga. alda kir yo'q. Mana edi bu. Mana videolarda ham iflosni baqa chiqaraveradi. Kranni suyidan foydalansa, вообще Bo'laveradi. Kran suvi ham bo'laveradi, lekin xlor bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, bizniki chista. Bo'ldi. Daryaniki Bo'ldi. bizniki. Buniki kraxmal buniki mana uni. Keyingi savol. keyingi savol shuni suvni to'ldirish oddiy, uni chiqarib tashlash masalasi pastroq. Chiqarib tashlash masalasi qiyin joyi yo'q. Оборот hech qanaqa qiyin. Misol deylik, mana baliqda suvni bir tarafdan kirib turgan bo'lsa, mana shu holatda yerda bo'lsa, basseyn misol yerda bo'lsa, bir tarafdan kirish, bir tarafdan chiqish qo'ysangiz bo'ldi. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mabodomda to'kib tashlab keyin so'rish shartmi? Yo'q. 3dan 1 qismini almashtirasizlar xolos suvni. Agarda mabodomda basseyn tepada bo'ladigan bo'lsa, bir chekkasiga suvni chiqarib tashlaydigan bir kichkinagina bir idish. Mana uni onasili, mana onasili. Kichkinagina bir ish qo'zg'adim. Biz ham mashindan qilib, ha deydi. Sizniki yer pastida-ku. Yerda. Yo'q, tepaga chiqadi. Mana qarab turing, men o'qimoqchiman. Mening uyimda sharoitim yaxshi. Mana yerdan, mana tagidan. chiqish xoti. Tagidan chiqazaveraman mana yerdan. Aha. Hadi. Endi o'sha narsa o'lgi suvni polni almashtirish uchun kerak. Yo'q. Ha, to'g'ri. Endi men qilmoqchimanki, suvni mana chuqurligi qancha turish kerak? Mana baliqqa suv 3 sm turish kerak. Baliqqa ilon boshga 70 dan 1,5 gacha yetadi. Xo'p, 70 qilsam, men 70 ga mana yerga mana unda o'rnatsam, 70 dan, misol 60 ga qo'ysam, o'sha bag'i o'chib qo'ysam, ag'dan toza suvni quysam, o'zi оборот bo'lib aylanib chiqib ketaveradi. Shu vigitlar. Shu osonroq vigitlar. Tegini o'chib Ovqat. Yo'q, qiyin. Ovqat, kevami. Indani tovuq Xo'sh, endi ovqat masalasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar ovqat masalasi 3 xil ozuqa bilan oziqlanadi. Birinchisi tabiiy ozuqalar, hasharotlar, yerdagi chiqib turgan qurt qumursqalar, o'sha suvdagi jamiki tirik narsalar bo'lsa yuradi. Ikkinchisi qo'shimcha ozuqaga atrofingizda bir qoshiqxona, qushxona, tovuqxona bo'ladigan bo'lsa, yog'idan tashqari qolgan hamma narsani yuradi. Yog'idan tashqari og'izga siqqan razmerda chop bo'lib beraverasizlar. Uchinchisi endi protein hisoblanadi. Protein bu endi hali sun'iy ozuqa. Uni endi yo'lga qo'yapmiz. Xudo xolasa Xitoyga chiqib kelsam, apparatlarni olib kelsam, uni yo'lga qo'yib, baliq sal ko'payib olsa, endi ko'payib ketgan yo'q. Hali O'zbekistonda o'sha yo'lga qo'yiladi bu ham. Xudo xolasa bu yildan keyin, bundan keyingi yiliga ko'payaveradi. Mana mana shu kichkina baliqlarni maza qiladi mana. Mana shu yovvoyi baliqlarni juda xush ko'radi. O'zi asl taomi mana shu. Nomiga o'ziga bo'lsa kerak. Kepak, un, anaqa narsalar yemaydi. O't, anaqa narsalarga chalg'imanglar. Bu faqat go'sht edi, tishi bor buni. Hech nima baliqlagan uchun bu shunaqa narsalar deydi. faqat Yo'shligidan anaqa berilaveradimi go'sht? Boshlanishiga jigar beriladi. Jigar, o'pka, qorataloq beriladi. 300 gram, 400 gramdan keyin oshqozoni yaxshi rivojlangandan keyin o'sh o'pka deyman, ichak, qorin bersalang bo'laveradi. Hali suyakli jo'tlari shunaqalar ham yo'q. Mana o'tgan safar videoda sizdan so'radim, kelganimda, keyin siz mana gruppaga gruppaga keyin ani hisob-kitobni chiqib edi, savol bergandim, topa olmadingiz. Keyin gruppaga yozib tashladingiz. Erinmasdan sen uchun hisoblab chiqdim, to'g'rimi? Erinmasdan hisoblab chiqdim. Bitta shu kichkina baliq bor mana shu kichkina baliq. 1 gram o qonga sig'adimi, sig'maydi. O'tkazib bir qonni yorib ko'rdingmi sen bilan? Yo'q, men bilan emas. Qonni yorsangiz ichidan 1 gram ichak-chavoq chiqmaydi-da. Qonni kichkina, qolgan hamma yoq go'shtda buni. Endi bitta yana savol, aka. Hop. Nechidir kiloga kelgandan keyin, misol uchun qo'y ham nechidir yoshga yetgandan keyin yemlanadi. Zo'r kilo oladi. Bunda ham shunaqa variant bormi? Bo'ladi. Avgustda o'sha rasa payti bo'ladi. Avgustda o'sha bu o'zi qishga oziqa zaxira to'playdi-da. Avgustda berish kerak.
O'shanda avgustda kilo sentyabrda ha vес yig'adi o'shanda kamida 4 kilo 5 kilo bo'lishi ya bo'ladi. Bu tabiatdan o'zi katta bo'ladigan baliq, o'zi aslida tabiatdan katta bo'ladigan baliq o'sha avgust sentyabrda haqiqiy ozuqani o'ziga singdiradi. Sababi qishda sovuqda bular ovqat yemaydi. 6 oy ovqat yeydi, 6 oy ovqat yemaydi. Keyingi savol. Javobni yozmay qo'ying, mana videoni tomosha qilsangiz javob tayyor. yozib oladi. Ha, bo'ldi, xo'p. Keyingisi. O'ta kuchli Kecha ekan. gruppamizda buni tuz sepish masalasi. Tuzdimi? Tuzda mana oddiy mana oshxonaning tuzi, hech qanaqangi biraligi. Yo'q, mol tuzi ham bo'laveradi. Tuz bo'lsa bo'ldi, hammasi tagon. Tagonni o'sha dengizdan keladigan tuzda bu o'zi aslida. Tuzni o'sha mol tuzini o'zidan tashlab Tuzni nima uchun sepiladi? Tuzni mana shu shola sepish qilib turib mana. Sepilnaveradi, hech qanaqangi. Bozorlarda sotadigan unda tuz ichiga tashlab Tasha uni ham tashlab qo'ysa bo'laveradi. Bitta qopga baylab turib, qopga baylab solib qo'yiladi. Tuzni sepishimiz sababi mana ishtahasiga, chaqa-chuqasiga, boshqasiga o'sha tuz ushlab turadi. Masalan, ishtahasi bo'g'ilib qolsa, molingizga ham, qo'yingizga ham tuz elatsangiz, ishtahasi ochilib ketadi-yu. Xuddi o'shunday. Yana bitta narsa esdan chiqyapti. Managa hovuzlarga bir qarich qilib turib, lamchi qo'yib qo'ysalaring. Lamchi keyin Chigitga, pigitka, chigitga hasharot bir nimalar kelib o'zi tushiradi suvga bemalol. Bu manu Sivitga tegib qayda sotadi managa Santexnikada sotadi. boraman. Ha, santexnikada. Kelionkaga Sirop. manu qopqog'i boraman edi. Manu o'linadim baqa. Ha, chiqadi. Santexnikaga kirsangiz. Bu basseynda reklama emas, просто men sizlarga ko'rsatish uchun. Bu Albatta, yo'q. ko'lga olib borgan bilan baliq ko'rinmaydi-da. Yo'q, men hozir Ash bir ko'lga ham olib berib kelmasin. Olib boramiz, xudo xolasa keyingi safar kelsak chiqamiz. Bo'shim qo'y tutgandi manuni. Manuni mana rasmni Keyingi savol. O'sha sevesiga svit qo'yish shu gaplashildi. 12 volt dedingiz. 12 volt. Безопасность-da. Безопасность. svit qo'yiladimi? Farqi yo'q. Chiroq bo'lib tursa bo'ldi. Hasharot kelsa bo'ldi. 12 volt. Yorug' bo'lib tursa. Anu lampochka tegib o'lib tushadimi yo suvga tekkanda tushib qoladi? Lampochkaga keladi o'zi hasharotlar. Lampochka kelganda baliq o'zi sakrab yuradi. Ha, baliq o'zi sakrab Ha, baliq o'zi yuradi. Bir-biriga to'g'nashadi, tushadi. U 12 volt degan sababi безопасность-da. Ha, birinchi safar masalan biz u paytda 12 lampochkalar sotmasdi. Endi biz 220 qo'yardik ko'lga, gapni ochig'i. 220 qo'yib qo'ysangiz bir safar o'sha shamol bo'lib turib, lampochkalar yerga tushgan baliqlar o'lib ketganda gapni ochig'i. O'shaning uchun 12 volt безопасность. Bemalol qilsangiz bo'laveradi. Keyingi savol. Sanaman o'qisam bo'ladi. Yiliga ko'paytirish so'radik-ku, ko'paytirish balig'ini ajratib berish. Sotuv chiqarilgandan keyin sentyabrda, oktyabrda balig'i pishganda sotish boshlanadi-ku. Ha. Shunda siz ajratib berasiz-ku erkagi ayolini. Hop. Shunda ko'paytirilganda qanday ajratib olinadi? So'tib turamizmi yo so'tishdan oldin birinchi ajratib olinadimi? Erkak urg'ochini birinchi o'sha sarasini olasizlar. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo baliqlar o'sha bolani yaxshi beradi. Qancha katta o'zi shuncha Qancha katta bo'lsa, praktikasi kuchli bo'ladi-da uni. Bolani katta qilish, boshqarish, katta hali qilish kuchli bo'ladi. Erkagini xuddi shunaqa razmerda qilinaveradi. Erkagini O'shani biz so'titganimizda so'tishda shunday baliqni yoyib turib, ha. O'sha ajrat berganingizdagi sразу mana manunga to'rga bo'lib yo'qmasa mana shunga bitta ena bo'lib tushadimi? Ha, bitta tushadi. Qishda turaveradi, zarari yo'q. Bahorda keyin o'sha alohida qilib turib, bir so'tga burjib tashlayverasiz. Men uni so'tib bo'lganimdan keyin bega qilishim kerakmi? Baliq turaveradi o'zida, qolib Yo'q, ketaveradi. men unga отдельно qilishim kerak-a, bolalatish uchun. Bolaga alohida qilinadi, ha. Bolaga alohida. Alohida qilinadi. Chunki Katta basseynda turmaydi. million top ketadi-da, million top tug'ib yuboradi. Ana ko'ryapsizlar-ku. Savol bormi yana? Xo'p, endi biz mana quyosh masalasi yozda. Quyosh masalasi yarmi qo'yish kerakmi? yarmi quyosh, yarmi salqin bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Agar imkoniyatim yo'q deydigan bo'lsangiz, hovuzni o'sha chizib ko'rsatganman. Bir chekkasini hozir men chizib ko'rsatib beraman. Xo'sh, ustini bekitgan sharoit bo'lmasa, endi har xil vaziyat bo'ladi. Qiynalmaysizlarda, deylik masalan 10 metrli hovuz, 10 metrli hovuzni bir chekkasini mana 2,5 metr, 3 metr chuqurlik qo'ysalaring, yozda maydagi suv salqin bo'ladi. Qishda issiq bo'ladi maydagi suvda. Xo'sh, mana qarang 10 metr bo'lyapti, ha? 8 metrmi, ya'ni baliqni ko'p ozligiga qarab, baliq ko'proq bo'lsa, mana uya 3 metr bo'lishi kerak. 7 metr mana 1 metrdan bo'ladi, mana 7 metrli masofa 1 metrdan bo'ladi. Jami общий uzunligi 10 metr misol. Xo'sh, chuqurligi mana 2,5 metr, 3 metr qilsangiz qishlaydi mana shu yerda. Yozda yozlaydi. Ha, tepasini bekitgan imkoniyat bo'lmasa, Agar normal o'sha 71 metr bo'lsa, tepasini bekitib qo'ysa, tepasini bekitadigan bo'lsangiz, yarim ochiq, yarim bekik bo'lsa bo'ladi. haligi
Haligi nima setkadan to'shab Setka, oddiy setka. Bo'z ham bo'laveradi, qamish ham bo'ladi. Qiyin joyi yo'q. Baliq boqaman desangiz muammosi yo'q. Sotish masalasi gapni ochiqqa yetkazolmayapman. To'g'risi gapda. Yetkazolmaysiz deb. Bosh Qanday keyinchi? muammo emas. Mahalla kuyda o'zi bitta pishirib turib mahalla kuyga shuni ehson tarqatasizlar, bir dona baliqni kisoq qilib, yengil-yengil. Mazasini bilib o'zi odamlar chiqaveradi. Muammo emas. Agar mabodo o'sha mahalla kuyingizda yetolmasangiz bozorga olib chiqasiz. Bozorda ham sotolmasangiz Toshkentga Chinozga olib borasiz. Toshkentda ham qila olmasangiz, ungacha baliq tugab bo'ladi o'zi asli. O'zi men turibman. Mana necha yildan bir shayda turibman. bizga endi bir optimroq o'tkazib olsa. Yo'q, qiyin joyi yo'q. Baliqni u odam yeyveradi. Bir kilo mol go'shti olib yeyolmasa ham, lekin bir kilo baliq go'shtini olib yegani qurib yetadi odamlar. Baliqni o'zi sentyabrdan keyin ketadi, bori sentyabrdan martgacha og'ash xotirma u jonga tegadi, yozib bilan chiqadi-da, dimlama, qozongoh boshqasini. Baliqni odam yeyveradi. U hech kim tanlamaydi baliqni. Men masalan turaveradi hamda. turaveradi. Sotolmasangiz qaytarib olib qo'ysangiz turaveradi. Muammo yo'q, hech qanaqangi. Ana balon masalasi. Balonni kesib qo'yib qo'yish haligi tevasiga yopishgan narsalarni tozalab yuboradi dedingiz-ku. Balonga ishqalanadi. Balonga ishqalanadi, tanasidan narsalar tushiraveradi. Ko'rsatganlardan tashakkür. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekseni